Maqsad kasal tuzalish deb qo'yish kerak. Siz частный klinikada masalan men biladiganlarim kam maqsad pul ekan degan narsa bo'lish kerak emas-da. Operatsiya qilasizmi, davolaysizmi? Maqsad kasal tuzalish kerak. Biz maqsad to'g'ri qo'ysak, natijamiz yaxshi bo'ladi. 100% past. Qaysi частный klinikada masalan men biladiganlarim kam. Endi to'g'ri ustozlarimiz bor, ishlaydigan частный klinikalar, ular masalan uje bu yo'ldan ancha-muncha yo'lni bosib o'tganda ular kolonoskopiya qildirib keling deydi. 50 yoshdan o'tgan boshqa. Endi chiqayotgan proktologlar, mana o'qishni bitirgan, yaqinda bitirganlar ko'proq o'sha endi nima deydi? Bemor qochib ketmaslik uchun deydimi yoki bir endi bilmayman qanaqa maqsadda, nima maqsadda, maqsad operatsiya qilishda unaqa bo'lish kerak emas. Maqsadni agar siz to'g'ri qo'ysangiz, kasal tuzalish deb maqsad qo'ysangiz, qolgan maqsadlaringiz o'z-o'zidan erishiladi. Biz maqsadda kasalni operatsiya qilish deb qo'yamiz-da. Shuning uchun ham keyin hamma narsa boshqacha yo'lga qarab ketib qoladi-da. Maqsad kasal tuzalish deb qo'yish kerak. Plankani eng yuqorisi kasal tuzalish. Qanaqa yo'l bilan, nima yo'l bilan farqi yo'q. Operatsiya qilasizmi, davolaysizmi? Maqsad kasal tuzalish kerak. Maqsadimiz pul bo'lsa, kasalni shippa olib operatsiya qilish kerak bo'lsa, keyingi bo'ladigan bizda ish jarayonimiz, ertaga kasalni sizga bo'lgan munosabati, bu vrach faqat operatsiya qilar ekan, bu vrach maqsad pul ekan degan narsa bo'lish kerak emas-da. Maqsad kasal tuzalish kerak. Shuning uchun agar biz maqsad to'g'ri qo'ysak, men o'ylaymanki natijamiz yaxshi bo'ladi.